Jaman shu uydan kirib yashashga tayyor domimiz sotilyapti. Qaranglar, bu yer birinchi qavat, zo'r taraflari. Do'konga uzoqqa borib o'tirmaysizlar. Do'kon shu yerda. Bog'cha mana shu domda orqasida 6-bog'cha joylashgan. Xullas, hamma yo'g'i o'ta zo'r joyda. Ketdik ichkarilarda kirib ko'raveramiz. Bu domimiz, xudo xolasa, haligi pishganishda qurilgan domlardan birinchi qavatda joylashgan. Va mana podyezdlarimizni ham ko'rib turibsizlar, o'sha toza, ozoda turgan joylarimiz. Xo'p. Domimizga kirib shunday yashavaveradigan joyi, gilamlar, pardalar, konditsionerlari qoladi. Bu yerimiz mana ko'rib turibsizlar, koridor. Koridorimizda mana shkafimiz qoladi, ko'rishlaring mumkin va bu yoqda mana oshxonamiz. Oshxona ham polni jihozlangan. Oshxonadan faqat xolodilnik chiqib ketadi, xolos, qolgan hamma yo'g'i qoladi. Bu xonamizda Wi-Fi'larimiz o'rnagan, ko'rib turibsizlar. Wi-Fi bor, konditsioner qoladi, Wi-Fi qoladi. Mana u bilan televizor chiqib ketadi, xolos. Shundan shu yog'i qoladi, gilam pardalari ham qoladi. Xo'p, endi navbatdagi xonamizda aytadigan bo'lsak, bu xonamizdan mana bu qolyapti, qolgan hamma yo'g'i chiqib ketadi, gilam pardalari ham qoladi bu yerda. Va sanuzelimizda mana, ya'ni kir mashina hamma yo'g'i qoladi bu yoqda. Kirib bemalol ko'rishlaring mumkin. Hop, endi bu yerda ichimlik suvlari kelgan, pishma krallar kelgan, suv uzilmaydi, yaxshi tarafi, hali boshqa ayrim domlarga o'xshab soatbay ertalab, obedda, kechqurun berilmaydi, uzluksiz chiqib turaveradi. Hop, polni teplый pol qilinganida. Yaxshi tarafi bu yer polni teplый pol qilingan, undan tashqari hali отопленияsi ham bo'lishi kerak. Отопленияning o'rniga polni teplый pol qilib yuborishgan ekan. Xullas, o'ta zo'r joy. Hop, gaz yo'q, lekin mana hozircha o'zlariga sharoit qilib propanda gazda eplab turishibdi. Svet, ichimlik suvi va pishma krallarimiz mavjud. Hop, endi bu yerda narxini $18,000, barakasiga $100, $200 o'tib beradigan joylari bor. Xudo xolasa, kommentariyada telefon raqamlarini qoldiramiz, telefon qilib kelishib olsalaring bo'laveradi. Endi buni kredit asosida chiqqan, 5 yil to'langanmi aka? 5 yil to'langan, oyiga 1,400,000 dan hozircha chiqib turibdi. Yanvardan boshlab, 2027-yil yanvardan boshlab 2,200,000 dan chiqib boryapti. Bu juda zo'r, qulay, menimcha qulay dom. Joylashuvi ham rosa zo'r, ya'ni birinchi qavat, qiynalib o'tirmaysizlar. Va oylik to'lovlari ham juda chiroyli bo'lyapti. Endi bu yerda manzilni aytadigan bo'lsak, Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashu shaharchasi PMKni yangi domlarini ko'ryapsizlar, yangi domlar. Xudo xolasa, mana alohida mana shu korobka domimizda birinchi qavati, supermarket taglaringda. Filtrli suvlari ham bor, hamma yo'q yaxshi. Xudo xolasa, bu yerda egalari ham yaxshi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xohlasalaring 100 qancha qoladi tani aka? 139 million tani qolgan. Agar uni yopib olsalaring, bittada o'tkazib olsalaring ham bo'laveradi. Agar yo'q, biz o'sha oyma-oy nima qilamiz desalaring, o'sha 18,000 dan kelishib olib turib, agar bu yerda yashamasalaring, ijarachi qo'yib qo'ysalaring ham o'sha ijaraning puli, o'sha masalan oylik to'lovini yetib turaveradi. Mana shunaqa. Xullas, zo'r dom, chiroyli kelib, xohlasalaring o'zlaring yashasalaring ham bo'laveradi. Joylashuvlari ham yaxshi. Hop, manzili mana Joker mo'ykani oldidan shunday kirib kelganda, hozir mana PMKda yangi qurilgan domlar mana shu o'rtasidagida, xudo xolasa, kelib ko'ringlar. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Mingbuloqda deb yozsalaring yashil belgili kanal. Xudo xolasa, lokatsiya bo'yicha kelib ko'ringlar. Ma'qul kelsa, akaxonga aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarini kommentariyada qoldiramiz. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib, video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.